Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar birodarlar? Bundan oldingi istoriyani ko'rgan bo'lsanglar kerak. Xo'p, xudo xolisa bitta akamiz zapretini ochib, xudo xolisa ishini tugatdik. Xo'p, 3 oy vaqt ketdi ochib berishlik uchun. Juda ko'pchilik menga ma'lumot, hujjatlarni tashlayapti, menikini ham ochib bering deb turib, ayniqsa shunaqa reklama chiqarganimdan keyin. Xo'p, ochish imkoniyati bor odamda shunaqa qilib ochib, zapretini ishini tugatib beryapman. Iloji yo'q odamda iloji yo'q deb ma'lumot berilyapti. Juda ko'pchiliknikining iloji bo'lmayapti. 20%, 10% atrofida odamlarnikini zapretini ochishdi, deportini ochishdi iloji bo'lyapti. Shularni ishini qabul qilib davom ettiryapman. Endi men kimgadir zapretni ochish imkoniyati yo'q ekan, imенно siznikini ochish imkoniyati yo'q ekan deb ma'lumot bergan bo'lsam, demak ochishning imkoniyati yo'q. Shu narsani odam to'g'ri qabul qilishligi kerak. Ya'ni boshqa odamga murojaat qilib ochtira olmaysiz. Chunki men ocha olmagan zapretni kimdir ochganini men ko'rganim yo'qman. Aytganimdek, men ocha olmagan zapretni kimdir ochib berganini men ko'rganim yo'qman. Agar shunaqa bo'lsa, menga tashlaylar. Agar men atkazib bergan bo'lsam, agar kimdir ochib bergan bo'lsa, o'shani tashlaylar. Men demoqchi bo'lgan, men zo'rman demoqchi emasman. Ma'lumotni qabul qilishni bilish kerak. Siz hujjatingizni menga tashladingiz, men sizga ochib bera olmayman degan ma'lumot aytdim. Bu yomon natija emas. Ya'ni men sizga ma'lumot berib ochib bo'lmasligi haqida. Siz shu narsani to'g'ri tushungan holatda juda ko'pchilik aldanib qolyapti-da, boshqalar ochib beramiz deyapti, pulini tashlayapti. 10 ming rubldir, 50 ming rubldir, 100 ming rubldir pulga aldanyapti. Shu narsani odam to'g'ri tushunishlik kerak. Men ochib bera olmayman degani bu natija emas. Sizga men to'g'ri ma'lumot beryapman. Agar ochishda imkoniyati bo'lsa, shu pulingizni olib men ochib bergan bo'lasiz. Iloji borini ishini qilyapmiz, iloji yo'qni iloji yo'q deb aytyapmiz. Shu narsani odam to'g'ri tushunishlik kerak. Hammaga rahmat.